Assalamu alaikum tuğanlar. Nasılsınız, yaxşı mı? Biz Cuma günü Cuma bazarga geldik. Meçitte hazır Cuma namazı başlayın dep turadi. Şu namazga çeyim men sizlarga Cuma bazar qanday bo'lishini bir tartib ko'rsatib qo'yayin, ha. Mana piyazlar. Assalomu alaykum aka. Piyaz qancha bo'ldi? Piyaz 5 kilo. 100 so'mga 5 kilo buni. Qayerdan piyozi bu? Bishkek. O'ta soni piyaz. Savizlarchi? Saviz ham 5 kilo. Kartoshka cho'ng olay 100 so'mga 4 kilo. O'ta soni kartoshka ekan. Sapı sarı. Shunday bozorning bahosin ko'rsatib ketaveramiz tuğanlar. Bu kartoshka qayerdan kartoshkasi? Alaydık. 4 kilo 100 so'm. 4 kilogram 100 so'm gelinizler. Çoğun alay. Saviz qancha saviz? 33 so'm. 100 so'mga 3 kilo saviz, ha? 3 kilogram 100 so'm. Bu savizchi? Sara saviz. Aldı 100 so'm 3 kilo. Mana shunday ekan. Keyin saviz yaxshi saviz. Suzaqda shunday arzon ekan bardig'i. Voy, chekadan ko'rsatsak bo'ladi. Mana pripravalar yo'ldan bo'yindalar. Az meçitga boramiz. Meçitning ichidagi juma namozi tartib ko'rsatdim. Bolgarskiyning kilosi 50 so'm, 60 so'm shunday ekan. Pomidor 70 so'm. Meçitda juma namozi boshlaydi deb qoldi. Assalomu alaykum. Bular qanchadan bo'ldi? 250 so'm yarım kilo. Yarım kilosi, 1 kilosicha. Kilogram 500. Kilosi 500 ekan bu yerda, Jalobodda, Suzaqda. Hozir salta bu. Natural. Buni Rossiyadan so'rashdi, bozorning ichidan tartib berdi. Obshe tartib qo'ying. Klient toping, men to'sataman. Obdan jo'natasiz, ha? Jo'nataman. Bo'ldi. Siznikini olib qo'yasiz inshaalloh. Mayli. Mana bozor shunday tuyg'unlar. Jalobodliklar bo'lsa bunda yo'lda bilishsa kerak, ha? Bu jag'ida mechit, bu jag'ida bozor. Bir yil kun bo'layotgan bozor, juma kuni. Shu chekkadan ko'rib ketaverasizlar. Bir uzun yo'l bo'layotgan, o'sha yo'ldan. Ko'pchilik bilsa kerak bu yo'lda. Jalobodda Suzaq juma bozor. YouTube. Jalobod Suzaq juma bozor. Bu jalan kiyim-kech ekan. O'sha ham kiyim bardig'ini bilasizlar. Men boshqa qiziq narsalarni tartib ko'raman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. YouTube'ga qatnashsa bo'ladi, ha? Yumurtqa 10 so'mga berishdi bu. 11 so'mlik bor ekan, 9 so'mlik bor ekan. Maylar qancha bo'ldi aka? Maylar. Mana maylar. Litrini aytamiz, litrini. 140 so'mligi bor. 140 so'mligi bu paxta, ha? Semichka. Paxtachi? Paxtachi. Yalan, Rossiya. Semichka may 1 litri 140 so'm ekan Qirg'izistonda. Jalobodda Suzaq. Qancha? 140 so'm ekan. 1 litri. Bizga YouTube payda. Assalomu alaykum. Nasılsın? Assalomu alaykum. Shunday tuğanlar. Hozir juzumdan bosim beramiz. Qirg'izistonda Jalobodda juzum 50 so'm ekan. Shunday, Jalobodda juma bozor, Suzaqda 1 kilo juzum 50 so'm. Banan qanchadan banan? Kilosi 200 so'm banandiqi. Rahmat aka.
Bunda bu yerde qassobxonaga keldik. Malдын eti qanchadan bo'ladi aka? 550. Malдын eti 550, qo'ydin eti 580. 580. Shunday. Qirg'izistonda, Jalabatda, Suzaqda shunday bor ekan. Ha, rahmat aka, Alloh razı olsun. Ziyade farklı. Ha, juzum tortdik aka. Shunday, juzum 50 so'm ekan. Bunday yaxshiroq juzumlar bor ekan, kilosi 60 so'm. Bu yoqdan olib borib satsa bo'ladigan o'zi negizi. Rossiyaga. Juzum doimo bor ekan. Shunday ketdik to'g'anlar. Juma namoziga kirib boramiz shunday. Assalomu alaykum aka. Maydın bas qancha oldi? Semishga moy. Bilmaymiz. Egasi. Ha, sizniki emasmi? Gaplashib o'tirdik. Ha. Hop. Mayli, rahmat. Vatanımızı kadar bana bozlar bizga davlat
Buna tuğanlar cuma namazı bitip yine cuma pazar başlandı. Namaz bitti. Soda başlandı. Üçlü sodalar. Çilek tola kardeşler geliyor. Original alay kartoşkalar geldi. Alaydın orijinal kartoşkalar. Kaç adam oldu? 7 kilo 200.